Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Mana endi yo'lga chiqdim, qaranglar, bugun vaqt topdim, bor. Hech vaqtimni yo'qotdim. Mashina shunaqangi isib ketyapman, bor qizib ketyapman, gaplashib ketyapman, qiziqara zur joylarga ketyaptiki, boshimga ham yechonim shu bilan yana ketamiz. Mana had demay Food City'ga yetib boraman. Mana bir bastırib Food City'ni ko'rsataman. Hozir ko'rasizlar, hozir ko'rasizlar. Food City'ga mana kirib kelganman. Food City'ga kirib, sekin kartoshka tomonga ketyapman. Chap qo'lga burilib, kartoshka shu joy, shu tomonda arzon, olsanglar bo'ladi, borsanglar bo'ladi. Food City'ning bir tomoni yaxshi, shu joyga kelib narsalarni bozor qilib olib ketsanglar bo'ladi. Ara shart emas. Mashina bilan kirib bozor qilib chiqsanglar bo'ladi. Mana bir tomonda to'xtadim. Bir joydan so'radim, ikkinchi joydan so'radim-da. Men odatim shunaqa-da, bir joydan olmayman hech qachon. 2-3 joydan so'rab keyin olaman. 4-5-dan odamdan olaman. Shu bilan nimadir kerak bo'lsa, nimadir tushunmagan bo'lsa, kommentariyada yozib ketinglar. Hozir mana sabzini ko'ryapsizlar. Mana kartoshka oldim 10 kilo 6,5 mingdan. Sabzi sekin qarab tortib berdilar. Bir shu bilan nech bo'ldi? Shu sal eslamayapman-da. 2 kilodan sabzi qizil, sariq oldim. 2 kilodan hammasi bo'lib 3,5 mingdan bo'lsa kerak. 3,5 mingdan shu 7 ming 14 ming bo'ldi. Shu bilan yana piyoz oldim aytgancha. Piyozni 25 mingdan oldim. Piyoz qopini 25 mingdan oldim. Shu bilan adashmasam mabog'ni 125 ming bo'ldi. Plus minuslarda narx-navoga e'tibor bermaysizlar, lekin olgan narsam to'g'risi shu narxdan oldim. Rosti o'g'il bolaga. Xullas, mana endi narsalarni oldik. Ayolimdan so'radim, hech narsa qoldirmabdi. Endi guruch tomonga ketyapman. Guruchda ham mana shu konteyner tomon oxiriga borganda konteynerlarda sotadi. Optim joyi shu yerda, zo'r, lekin sizlarga maslahat beraman. Shu tomonda olishinglarga. Bu yoqni so'radim, bu yoqda egasi yo'q ekan. Boshqa joyga bordim. Bu yoqda ham yoqmadi. Endi bu yoqda egasi yo'q ekan, aytgancha esingda keldayna. Endi boshqa joyga mashinaga o'tirib boshiga boramiz endi. Shu konteynerlar boshiga boramiz. Yana bir 10-15 ta do'kon narida. Hop. Bu yoqda esa men qaradim, to'g'ri kelmadi. Endi to'g'ri aytsam, bu bozorlikni anon bilan qolmanda, nima deydi? Shu Paynetda mana shu hozirgi paytda shoxobchalarda Paynet skanerlar paydo bo'lgan ekan, shuni qaradim, bir xil bor ekan, lekin narsasi yo'qmaganda. Shu bilan to'g'ri kelmadi. Qaradim, u yoq qaradim. Mana bo'lmadi. Xullas, mashinamga o'tiraman deb yana ozgina turdim, ko'rsatdi, qildi mana guruch. Qaradim, guruch ham yoqib qoldi degan shu yerda. Bor, mosh ham yoqdi, mana guruch ham olman. Mosh, guruch, gorох. Bu ham bular ham yog'am oldim aytgancha, to'g'ri yog'am oldim. Hammasi bo'lib, bu hozir oxirida aytiladi. Hammasi bo'lib, bu menimcha 45 mingga yog' olgan bo'lsam, anon drablonkani guruchni 5 mingdan oldim. 75 mingga oldim. Xullas, pulni berib qaytdim, yana davom ettiramiz. Agar mabodo aniqni eslatganlarim aytaman-da, hurmatli kuzatuvchilar. Xafa bo'lmaysizlar. Mana darsh ketaman, kartinga olib, bu endi bu Food City'ning ichkari, dehqon bozori. Dehqon bozori ham chiroyli joyda, zo'rcha qaranglar, karomni. Ikkitasini 6 mingdan kilosini oldim. Bu 20 ming bo'ldi. Endi bu gulkaromni olaman. Gulkaromni ham
shu narxdan qilib berdi. Baraka topkor, malades. Zo'r sotuvchi, zo'r muomalasi. Xullas, mana bitta bu yoqdan oldim. Endi davom ettiramiz yo'lni. Bu yoqqa ayolim ko'katni ko'rib oldi. Ko'kat olma sevilmaydi deydi. Ko'kat to'g'risini aytsam yoqmadi menga. Olma ham yoqmadi to'g'risi. Dedim nega olma emas ekanda. Shirin suvli olma yoqtiraman deb, bu yoqda mana ko'katlarni ko'raman. Ko'katlar yaxshi, lekin ko'rinsa, lekin yoqmadi to'g'risini aytsam. Yana davom ettiraman. Sutga ketolman shekilli. Mana endi davom ettiraman. Yana ketaman. Banan olgim keldi. Banan zo'r ekanda, arzon ekan. Bananni bir 5 ta dona oldim. Tortib 23 millik bo'ldi. Ko'rdinglarmi? Onang bozor, otang bozor. Barim bozor yaxshi-da. Qo'yli bozor yaxshi, Food City bozor yaxshi aytgancha. O'rganib qolganman-da. Qo'yli bozoriga. Endi qorin non endi uydagilar yeydi. Ayolim yeydi. Bolalarim yeydi-da. Foydasi ko'proq ekan. Shunda oldim mana pulni. Kartasiga o'tkazib beryapman. Plastik uyda qolib ketibdi-da. Shunda ketaman. Endi yana ketaman. Mana endi sut olamiz deb qoldi shekilli. Yo'q, sut oldim men bu очиститель shuna narsalar bir tozalovchi vositalarni olishga to'g'ri keldi. Oldim. Endi sut bozorga keldi mana. Sut bozorda bu pulim bo'lsa hammasini olib ketsang deyvoru. Aylanib sutni so'rayman. Sutni bitta joydan olmayman, 2-3 ta joydan so'rab, oxiri bitta joyda to'xtayman, olaman. Mana bu yoqda sut oldim. 10 mingdan edi. 1,5 litri. Yo'q, 1.75 ekan. 1.75 16 mingga oldim. 16 mingga oldim. Xullas, men shunday bo'lib, endi chiqib uyga ketaman. Shun bilan bozorimiz zo'r